Salom qadrli do'stlar, sizlar bilan Kinomio kanali obunachilarimiz orasidan ajoyib kommentariya keldi va menimcha bu mavzu hammamizga qiziq. Xeyla DC personajlariga qarshi qiziqarli mavzu, albatta shunday emasmi? Demak, biz uzoq kuttirmasdan tezda videoning asosiy qismiga o'tamiz. Battleni boshlashimizdan oldin faqatgina bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Har bir personajni alohida taqqoslaymiz va detallargacha ko'rib chiqamiz. Shunda shubhalar bo'lmaydi va adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, siz Instagram yoki YouTube'da o'z blogingizni yuritmoqdasiz, ammo preview, uploadka va banner borasida qiynalyapsizmi? Unda sizga Muhammad Ilo kanalini taklif qilaman. O'zingiz ko'rib turganingizdek, previewlarning sifat darajasi juda yuqori va hattoki professional youtuberlarniki bilan bemalol raqobatlasha oladi. Eng muhimi esa admin siz istagan barcha o'zgartirishlarni hech qanday muammosiz to'g'rilab beradilar. Kanal silkasini opisiyaniyada va kommentariyada qoldiraman. Bir o'tib ko'ring, afsuslanmaysiz. Birinchi jang Xeyla va Dr. Fate, ikkinchi jang Xeyla va Mo'jiza ayol, uchinchi jang Xeyla va Shazam, to'rtinchi jang Xeyla va Spectre, beshinchi jang esa Xeyla va Supermanning jangi. Eslatma, har bir jang neytral joyda bo'lib o'tadi. Xeyla Asgarddagi o'lim ma'budasi, u o'ta chidamli o'lim energiyasi va nekromaniya ustasi. Ayniqsa Asgard hududida kuchi cheksiz darajaga kuchayadi. Dr. Fate Nabu nomli qadimiy sehrli mavjudotning kuchini olgan. Deyarli cheklanmagan darajadagi sehr kuchiga ega. Taqdir, vaqt, makon ustasini nazorat qila oladi. Tajribali versiyasi, masalan, Kate Nelson o'zini kuchini maksimal boshqara oladi. Tajribali Dr. Fate Xeyla ustidan ustun keladi, chunki u sof sehr va ko'plab ko'rsatkichlarda komiks darajasidagi kuchga ega. U Xeylani mag'lub etish uchun vaqtni o'zgartirishi, uni muqaddas sehr bilan zararsizlantirishi mumkin. Lekin Asgardda jang bo'lsa, Xeyla juda kuchli bo'lib ketadi va Dr. Fate uchun ham bu juda kuchli kurash bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsam, neytral hududda Dr. Fate g'alaba qozonadi. Asgard ichida esa Xeyla jiddiy qarshilik ko'rsatishi mumkin. Biz esa janglarda neytral joyda ko'rib chiqyapmiz. Demak, DC kino olami hozircha oldinda. Ikkinchi jang Xeyla va Mo'jiza ayol. Xeyla Asgarddagi o'lim ma'budasi o'ta chidamli, g'oyat tezkor, o'liklarni tiriltira oladi, o'lim energiyasini boshqara oladi va qurollarni istalgancha paydo qila oladi. Boya aytganimdek, ayniqsa Asgardda kuchi cheksiz darajada. Mo'jiza ayol Amazon malikasi va yarim iloh, cheksiz darajada kuchli, chidamli, tezkor, sehrdan qalqon va qilichga ega. Zeusning ilohiy kuchlaridan ulush olgan, sehrga qarshi anchagina yaxshi tura oladi. O'zini kuchini jang san'ati bilan mukammal uyg'unlashtirgan. Texnik jihatdan Mo'jiza ayol jismoniy kurashda ancha ustun, chunki u haqiqiy jangchi va strateg, lekin Xeyla sehr va o'lim energiyasi bilan uni qiyin holatlarga solishi mumkin. Mo'jiza ayol sehrdan himoyalangan bo'lsa-da, o'limga oid kuchlar nekromaniya unga zarar yetkazishi mumkin. Xulosa qilsam, Asgardda Xeyla hech qanday imkonlarsiz Mo'jiza ayolni mag'lub etadi. Ammo neytral joyda jang surati boshqacharoq bo'ladi-yu, lekin baribir Xeyla sehr kuchi va o'lim ma'budasi bo'lgani sabab Mo'jiza ayoldan ustun keladi deb o'ylayman. Demak, hisob 1-1. Xeyla ham taslim bo'lishni xohlamayapti. Uchinchi jang Xeyla va Shazam. Shazam sehr va ilohiy kuchlarga ega qahramon, Solomon donoligi, Gerkules kuchi, Atlas bardoshi, Zeus chaqmog'i va kuchi, Achilles jasorati, Merkuriy tezligi, juda kuchli va chaqmoq tezligida harakat qila oladi. Shazam jismoniy kuch, tezlik va chaqmoq hujumlari bilan Xeylani tezda bosim ostiga oladi, lekin Xeyla asta-sekin uni zarbalariga moslashib, o'lim kuchlari orqali Shazamni zaiflashtira oladi. Shazamning kuchlari ilohiy ma'buddan bo'lsa ham Xeyla o'lim energiyasini ishlatib uni sekin kuchsizlashtirish imkoniyatiga ega. Xeyla Torni yengib qo'yganini hisobga olishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, Xeyla Mjolnirni oddiy shisha parchalaridek sindirib tashlagan edi. Bu voqea esa aynan yerda sodir bo'lgan edi. Bundan ko'rinib turibdiki, Shazam Xeylaning jangi yerda, Shazam hududida bo'lgan taqdirda ham juda katta ustunlik bilan bo'lmasa ham yaxshigina raqobat ko'rsata oladi. Asgardda jang bo'lsa, Xeyla ustun. Yer yoki betaraf maydonda jang bo'ladigan bo'lsa, vaqtga qarab o'zgaradi. Ya'ni tezkor jangda Shazam g'alaba qozonishi mumkin, lekin uzoq muddatli jangga kelsak, Xeyla qo'lini yuqori ko'taradi. Xulosa qiladigan bo'lsam, neytral hududda jang uzoq bo'lsa ham, qisqa bo'lsa ham, Xeyla Shazamga nisbatan kuchli deb hisoblayman. Xeyla oldinda. Hisob 2-1. To'rtinchi jang Xeyla va Spectre jangi. Spectre DC olamining eng kuchli mavjudotlaridan biri. Cheksiz kuch, vaqt va makon ustidan nazorat, absolyut adolat va qasosni amalga oshirish uchun yaratilgan. Devorlarni, galaktikalarni va hatto butun voqeliklarni o'zgartira oladi. Xeylani ta'riflashni deyarli keragi ham qolmadi, chunki u haqida deyarli hammasini aytib o'tdik. Spectre o'z tabiatiga ko'ra koinot darajasidagi mavjudot. Xeyla juda kuchli bo'lsa-da, faqatgina Asgardda va o'liklar olami bilan cheklanadi.
Spectre Helaning o'lim kuchlariga qarshi absolyut nazoratni o'rnatishi mumkin. U o'limni ham hukm qila oladi. Agar Spectre to'liq shaklda jang qilsa, u Helani hech qanday qiyinchiliklarsiz yo'q qila oladi. Agar Spectre zaif yoki odam mezoni orqali cheklangan bo'lsa, Hela unga bir oz qarshilik ko'rsatishi mumkin, lekin oxir oqibatda baribir yutqazadi. Xulosa, neytral hududda ham Spectre mutlaq ustunlikka ega. Hisob 2-2. Final jang qoldi, ya'ni Hela va Supermanning jangi. Superman Krypton sayyorasidan kelgan qahramon. Quyosh energiyasidan kuch oladi, o'ta kuchli, chaqmoqlardan tez ucha oladi. Lazer ko'zlar, muzli nafas, yuqori darajadagi chidamlilik va deyarli sinmaydigan tanaga ega. Kamchiliklari esa Krypton, qizil quyosh va sehr. Superman jismoniy kuchda va tezlikda Heladan ancha ustun. Uni portlatish ham, sindirish ham, uzoqlarga uloqtirish ham Superman uchun unchalik qiyin ish emas. Lekin Hela sehrga asoslangan kuchlarga ega. Sehr esa Superman uchun eng katta zaifliklardan biri. Hela o'zining o'lim energiyasi bilan Supermanni zaiflashtirib, uni asta-sekin charchatib qo'yishi mumkin. Agar Superman Helaga qarshi tezkor, kuchli va rejalashtirilgan zarbalar bilan hujum qilsa, uni yengish imkoniyati bor. Uzoq va sehrli janglarda esa Hela foyda ko'radi. Xulosa va shaxsiy fikrimni aytib o'tsam, neytral hududda quyoshsiz Superman qayta tiklana olmasligi mumkin. Ustiga ustak bu tomonda Helaning sehri uni batamom holdan to'ydiradi. Neytral hududda Helaning qo'li baland keladi, lekin jang yerda bo'lsa, hech qanday imkonlarsiz Superman g'alaba qozonadi. Afsuski, biz janglarni neytral hududda ko'ryapmiz. Shu sababdan ham jangda Hela g'alaba qozonadi deb hisoblaymiz. Mana qadrli do'stlar, hammasini imkon qadar detallargacha taqqoslab ko'rdim. Bu albatta shaxsiy fikrim. Bugungi DC va Hela o'rtasidagi jangda Helaning qo'li 3-2 hisobida baland keldi. Shunga o'xshash qiziqarli videolarni ko'rishni istasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida va albatta o'zingizning shaxsiy fikrlaringizni ham kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.